$650 atrofida. Ha. $650 uşul seli darbaza. Seli darvoza $650 Qirg'izistonga olib borib o'rnatib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli mekendeşler, jana Baytөгün angatalчылары, тугандар, бүгүн биз кошуна өлкө Өзбекстанга келдик. Өзбекстанда мына ушул жерде ислам устагабыз дарбазаларды мына ушундай мыкты деңгээлде сапаттуу кылып жасап, азыркы учурда мына ушул дарбазаларды баарын тизип коюптур. Буюрса мына ушул дарбазалар боюнча бир катар маалымат беребиз. Ар бир көрүп жаткан агалар, бир туугандар колдо иретинде бир-бирден лайктан басып коюңуздар. Дарбазанын баасы кандай экен дегендер видеонун агына чейин чогуу болуп назар салып турсаңыздар, мына ушул жерде буюрса Ислам агабыз катар маалымат берет. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Bayjigit, assalomu yetib keldingizmi? Assalomu alaykum tug'anlar. Yaxshimisizlar? Charchamasdan. Mashallah. Sog'lar yaxshimi? Buyursa shu tarafga darvozalarimizni terganmiz. Podrobniy narxlari, razmerlari hammasini aytib tushuntirib o'tamiz. Nasib qilgan bo'lsa, inshaalloh chiroyli holatda darvozalarimizni Qirg'izistonga olib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa. Olib borib o'rnatib dag'i berasizlar buyursa. Olib borib o'rnatib beramiz. Bundan oldin ham Jalolobod, Novxand, O'shlarga juda ko'p darvozalarimizni olib borib o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa shu yer endi mana Bayjigitni chaqirib bir ko'rsatib o'taylik. Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa, yana albatta chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz deb Xudo xolasa ko'rsatib o'tmoqchimiz. Xudo xolasa. Maşallah. Негизи дарбазалардагы хей-тек стилде, мындай жаңы стилде жасалыптыр, а? Bu Samarqand fason darvozamiz, high-tech darvozamiz, Ulaseletli fason darvozalar. Afsona fason darvozalarimiz. Har qanday fasonda darvozalардың барын жасап чыгартасыздар. Bu Chechen fason darvozamiz, Bayjigit. Bu ham Seletli fason darvozamiz bu taraflarda. Maşallah, mына darvozalарды бүт бардыгын келтирип жасап коюптур. Albatta, biz endi где-то 5 yildan beri darvoza olib chiqib o'rnatib turamiz через Koreya orqali Qirg'izistonga. Shuning uchun ko'rsatalyapti. Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa, mana o'zimizni mashinamizda O'zbekiston ichiga porni darvozalarimiz dastavkasini yo'lga qo'yganmiz. Inshaalloh nasib bo'lsa, hozir ham kelishuv asosida chiroyli holatda olib borib o'rnatib beramiz. Nasib qilsa agar Qirg'izistonga ham bitta filialimizni ochib, porni hisobini olamiz taraflarga inshaalloh. Qirg'izistonga da buyursa olib borib o'rnatib beringga. Hozirgi kunda ham narxlari pashta O'zbekiston bilan bir xil holatda, unaqa katta tafovut qilmaydi. Ko'p ayirma bermaydi. Ayirib bermaydi. Darvozalarimiz qarang mana. Darvozalarni o'ta sonun qilib, har bir qirlaridan sonun qilib jasashibdir. Shumkali darvozalar bor, qimmat darvozalar, arzonroq darvozalar bor. Mana bu tarafdagi arzonroq darvozalarni 2 qavatli qilib qo'yganlarimiz bor. Mana shu tarafdan boshlaydigan bo'lsam, bu darvozamizni listlarning stenkasi 1.3 stenkada bo'lgan. Qovurg'alarning stenkasi 1.7 stenkada bo'lgan. Stenkasi. Chekkalari 10lik shvelder bo'lgan. Aylan atroflari 10lik shvelder. Chekkallari shvelderdan jasalgan, qovundan. 10lik shvelder bo'lgan. Orqasi tekis holatda, ichiga uteplenniy qilingan buni. Shumka qilingan holatdagi darvozamiz. Bu darvozalarimizni agar dollarga aytib ketarak, dollar aytali. Dollarga aytadigan bo'lsam, 1 kvadrat narxi bular darvozalarimizni $60 dan $85gacha. Kvadrat metri. Kvadrat metri. Shumkaligi. Mana bu tarafda mana shu darvozalarimizdan turibdi. Bu darvozalarning bir qavatligi. Shuni bir qavatligi. Bularning ham narx-navosi bir xil. Buni 1 kvadrat narxi $50 dan $70gacha. Mana shunaqa. Mana shu darvoza $600 atrofida. Общий summasi. Shu общий summasi $600 atrofida. Mana bu darvoza esa $650 atrofida. $650ga ушул сели дарбаза. Seli darvoza $650ga Qirg'izistonga olib borib o'rnatib beramiz. $600 ichida olib borib o'rnatib. Olib borib o'rnatib beramiz. Через kargo to'lovlari hammasi o'zimizda bo'ladi. O'zimiz olib borib o'rnatib beramiz. Hozir ham ушул negizi va narxiga qaraganda negizi va listlarning stenkasi 1.3 stenkada bo'lgan, profillarning stenkasi 1.5 stenkada bo'lgan. Bu ham xuddi shunaqa. Bunda da shunday. Bu ham xuddi shunaqa. Endi qarang. Buni $65ligi bor. Qovurg'alarning stenkasi 1.7 stenka, listlarning stenkasi 1.3, chekkalari 8.6 3 stenkada bo'lgan. Boqvatroq holatdagisi bu. Negizi listlardagi orqalaridan qalinroq bo'ladi. Albatta. Buni общий summasi где-то $720 atrofida bo'ladi. Mana shu darvoza $720dan atrofida Qirg'izistonga borib uyga qo'yib o'rnatib. Qirg'izistonga olib borib o'rnatib beramiz. Maşallah. Darvozani bundan keyingi darvozamiz, bu darvozamizni ham kvadrati
$60 $90gacha. 60 dolardan 90 dolarga chayin. $60 $90gacha. Ikki qavat uteplenniy holatda. Shumka bo'lganda bu. Ha, uteplenniy holatda darvozamiz kvadratda. Общий summasi mana shu darvozamizniki $950 atrofida bo'ladi. 950 dolar atrofida bo'ladi. Ha, общий summasi. Общий summasi. Endi bu tarafda qimmatli darvozalarimizga narx-navolarga o'tdi. Bu darvozalarimizni 1 kvadrat narxi high-tech darvoza, shumka bo'lgan, 2 qavat ikkili stenkada bo'lgan. Garantiyasini beramiz, kraskasiga, hammasiga. Darvozamiz 1 kvadrat narxi $90 dan $135gacha. 135 dolarga chayin. Ha. 1 kvadrat narxi. Shumka bo'lgan. Shumka hamma narsa bo'lgan. Gruntovka sifilgan, hamma tomonlama mo'shni qilingan. Bitta darvozada bitta svarkani izi, bitta tishuv degan narsa yo'q. Mana qirg'oqdan olib ko'rsatsangiz ham bitta svarkani izi, bitta shumka degan narsa yo'q. Büyük bardig'i bunday o'ta qildatib bilan Albatta. Jasalib turdi. Zamonlari turetskiy zamonlari bo'ladi. Hamma narsa ichida olib borib o'rnatib beramiz. O'rnatganimizdan ham svarka qilib o'rnatgan joylarimizni ham shu o'zini kraskasidan sepib, cho'tka qilib beramiz. Jasab bunday g'alba aytganda svarka bo'lgan joylar ha? Qolmaydi. Ha. Keyingi darvoza qanday bo'ladi? Bundan keyingi darvozamiz taraf poson deyiladi. Bu darvozamizni ham aylan atroflari 12 li shivellar, mana 1 stenkalar, 3 stenkada bo'lgan, listlari 2 li stenkada bo'lgan qalilligi. 2 li sistem bo'lgan. Ha. Buni xuddi shuni o'zini $80 dan $130gacha qilib beramiz kvadratini. Kvadratini. Ha. $80 ham shuni o'zi bo'ladi. $140 ham shuni o'zi bo'ladi. Faqat material yupqaligida, mana 2 qavat 1 qavatligida farq qiladi. Materialda ayirma beradi. Ha, mahsulot hisobiga narx-navo o'zgaradi. $80ligida ham gruntovkalar sifiladi. Hem hozir bu ushul turishi qancha bo'ladi? Bu общий summasi $1150 ga boradi. $1150 barib sanab qolib qo'yib Albatta. Buni ham aytmaymiz. Buni общий summasi $1200 dan o'tadi. $1210 atrofida bo'ladi. $1210 negizdan. Endi bu aytgan summalarimiz o'sha Qirg'izistonda, Novxan, Jalolobod qaysi joydan bo'lsa, xudo xolasa olib borib o'rnatib beramiz. Kelishamiz, 15% 20% avans berishadi, zakolat. Keyin qolgan pulini olib borib o'rnatganimizda xolos olamiz. Maşallah. Bundan keyingi darvozamiz Afsona Foson darvozamiz 2 qavatli mo'shni holatda. Aylan atroflari 12 li shveler bo'lgan, bitta uloqsiz holatda, lislarning stenkasi 2 li stenkada bo'lgan. 2 li stenkasi bo'lgan. Shumka bo'lgan. Mana o'zimiz O'zbekistonning qora jentrasi bor-ku. Qora jentraning kraskasidan sepilgan, shu zavoddan olib chiqib sepilgan narsa. Qora jentraning kraskasidan chashib turib, naqaransa. Polirovkalarni qilib beramiz buni. Bularning 1 kvadrati narxi. 1 kvadrat narxi $95 dan $150gacha. $95 dan $150gacha 1 kvadratda sotiladi. Olib borib o'rnatib beramiz. Bayağı emi geveri hozir bunlar razmer geverine tura kelmaydi, geverine tura keladi. Anan razmerine qarab bog'lanayotganda razmerga qarab kelishamizda narxini chiqarib beraman. Mana shu darvozamiz общий summasi $1250 bo'lgan. $1200 ga shol ustanovka bo'lib jasalib qo'yiladi ekanda. $1250 bo'lgan. Endi bu mana darvozamizni razmerini aytadigan bo'lsam, balandligi 3,5, eniga 3,90 holatda bo'lgan darvozamiz. 3,90. Общий summasi bu darvozamiz $1800 atrofida. Общий mana shu ikkita darvozamiz $3900 pul bo'lgan. Ushul ikki darvoza $3900 bo'ldi. $3900. Eng yaxshi mahsulot ishlagan shumka bo'lgan, kraskalari mo'shni holatda bo'lgan, gruntovkalar sepilgan. Mo'shni holatda qilingan darvozamiz. Mana shveler qo'yib turib qolgan. Chekkalari 12 li shveler bezovli holatda bo'lgan. Ikkitasi $3900 holatda bo'lgan. Ikki darvoza qo'yib turgan bo'lsa, $3900 ga olib borib, sunuqqa olib qo'yib berasiz. Masalan, bittasining narxini aytadigan bo'lsam, bunisi kichikroq bo'ladigan bo'lsa, $1800 hisobini olaverasiz-da. $1800. Masalan, eng zo'ri 10 kvadrat bo'lsa, $150 dan bo'lgan taqdirda ham $1,500 bo'ladi. 3x3 razmerdagi darvozalarimiz $1400 atrofida chiqadi. Yaxshilari, zo'rlari. Mana mashlari zo'rlari. Qachonki inson o'zi darvozasidan bezib boshqa olib tashlaguncha xizmat qilaveradi. Sababini qilingan Alloh xolasa. Sapatna buyursa javob. Albatta, inshaalloh. Razmer anaqa tagiga ishlovlarga yaxshi ishlovlarni berilganda, svarkalarni ko'proq qilingan, tatishni ko'proq qilingan, zamaskalarni qilingan.
zang chiqazish, tiyuv unaqa narsalar bo'lmaydi xudo xohlasa. Zang chiqib, janday Yo'q. bo'lmaydi. Gruntovka siyfib, defektlarni terib chiqib, chiroyli holatda qilganmiz xudo xohlasa. Maşallah. Negisi har bir ishda qildiq men gruntovka bilan Albatta. kraska chachilgancha бүт bari tozalanib jasolat deseniz. Albatta. Mana bu darvozamizni ham ko'rib turibsiz, mana zo'r odamlar ko'rganingizda mana tevalarga havo kiradigan sistemalarni qilib, ochib, chiroyli qilib berganmiz. 8 tadan ko'p darvozalarimiz rasmlari bor, tashlab beramiz, ko'rishadi. Ma'qul kelganini kelishib, xudo xohlasa qilib beramiz, nasib. Tandaganda jarashga qilib beraverasizlar. Albatta. Bu darvozamizni ham 1 kvadrat 85 dollardan 140 dollargacha 1 kvadrat. Temirdalar negisi qalin temirdan jasolat. Albatta. Qalin 85 dollarga ham qalin. Undan og'iz zakazli holatda bo'lsa, qimmatroq holatda bo'ladi. Mana shu darvozamiz общий summasi 1400 dollar bo'ladi. 1400 dollarga ushul darvoza turadi. Biyikligi biyigan, ha? Ha, 380 balandligi. Eniga 345 holatda bo'lgan. Maşallah. Pat zakaz narsada bu narsa. Zakaz bilan. Ha, shuni o'zini 1000 dollarga, 900 dollarga qilsa ham bo'ladi. Bir xil qilib turib. Xuddi shunday bo'ldi. Buni ichiga qimmat uteploniy narsalar ishlagan. Shuni qilsa uchun qimmatroq holatda chiqqan. Bayog'i utepleniyasidan jarashadagi balon desangiz. Albatta. Bundan keyingi darvozamiz Samarqand Poson darvozamiz deyiladi. Bularni 1 kvadrat narxlari 100 dollardan boshlanadi 1 kvadrat narxi, 180 dollargacha bo'ladi 1 kvadrat. 1 kvadrati 100 dollardan 180 180 dollargacha bo'ladi mana shu holatda bo'ladi mana. Buni qarangda, buni ham xuddi shunaqa narisnisi bor. Mana shu 110 dollardan 1 kvadrat. 1 kvadrati 110 dollardan. 110 dollardan 1 kvadrat. Buna qarangizlar. 110 dollardan 150 dollargacha qilib beramiz. 180 dollarligi ham bor. 1 kvadrati. 180 dollarlikdagi bor. Ha. Shumkalar bo'lgan xudo xolasa. Shumkadagi bo'lgan. Bayog'i bir kelib chaqirsa dag'i. Albatta, bu yerga yerga ketganda. Albatta, zamoni haqqilarni qo'yib ketganmiz. Bu yerga zamonlarni joyida o'rnatib beramiz. Barganda zamonga qo'yib o'rnatib berasiz. Qo'yib, ochib, ilgari qilib beramiz. Oshiq mashqlar ham po'chinli holatda oshiq mashqlar bo'ladi. Zakazli holatda. Zakazli holatda jasab berasizlar. Albatta. Maşallah. Bundan keyingi darvozamiz high-tech O'zbekistonda trendga chiqqan darvozamiz. 2024da chiqdi. 2025-yilda ham juda ko'pchilikka ma'qul keldi. Darvozamiz mana ko'rib turibsiz, 2 qavatli shumka holatda bo'lgan. Qovurg'alarning stenkasi qalin bo'lgan. Qo'yinki hech nima narsa, farash narsa ishlamagan. Bunga ham xuddi o'sha qora jentrni kraskasidan ishlagan narsalar. Bu endi mana joylarni kesib chiqilmagan emas. Mana endi stenoda yigilgan narsa. Stenoda yigilib, sorkasidan bilinib ketgan, sorg'an joylari. Uloq degan narsa yo'q, stenoda yigib chiqilgan narsalar hammasi. Stenoda yigilib, har biri xildat bilan Bu yerlar mana nerjevaka holatda bo'lgan, mana yopishtirilgan narsalar nerjevaka. Qalindan yopishtirganmiz. Dolar, ha? Ha, 1-2 stenkasida yopishtirilgan nerjevakalarni. Tevalarga havo aylanish sistemalarini qilib berganmiz. Kazirolari bor. Kazirol bilan büt bardiq manda son tashlab qo'yishdir. O'zlariga ko'rasizlar. Albatta. Bu darvozamiz 1 kvadratini 1 million 110 dollardan 1 kvadratini 160 dollargacha qilib beramiz. Kvadratini. Hozir ham shu turishi qancha bo'ladi? Mash turishi общий kazirolar bilan 2200 dollar bo'ladi. Shu kazirok darvoza turishi bilan 2200 dollarga. 2200 dollar. Razmeri 4.40 ga 4.5 metr balandligida. 4.40 ga 4.5 bo'lib jasalgan darvoza, maşallah. O'ta son chiqib turibdi bu darvozacha. O'zlaridagi ko'ratasizlar tuğanlar. 2200 dollarga Qirg'izistonga borib, ustanovka bo'lib qo'yiladigan-da. Albatta, olib borib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Qirg'izistondan qaysi shaharlardan o'shaga borasizlar? Qirg'izistonga xudo xolasa, tushib kelgan polniylar. Libo joyga xudo xolasa olib borib beramiz. Libo yerni olib borib o'rnatganga bu yerda yo'li bor. Qarab, olib borib o'rnatib beramiz. Qirg'izistonda ham xudo xolasa aka-ukalarimiz bor. Shular mashinalarga yuklaymiz, через kargodan olib chiqib, olib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Olib borib o'rnatdim. Masalan, 1000 dollarga darvoza kelishdi. 20%, 200 dollar avans zakolat berishadi. Olib borib o'rnatib beramiz. Mana siz ishxonamizni ko'rdingiz, masalan, xursand bo'ldim. Oldin borib, ko'rib, narsa qilaman deganingizga ham xursand bo'ldim. Masalan, Qirg'izistonga o'rnatgan darvozalarimiz o'zini ko'rsatmoqchi edik-ku boshda. Mana xudo xolasa seximiz shu yerda, xudo xolasa chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Sifatini ko'rib, tekshirib olishadi, xudo xolasa. Sapatini tekshirib, o'zlari ko'rib olishadi. Albatta. Anan nima sapatni buyursa javob berasizlar. Albatta, xudo xolasa. Mana sifatlari mana ko'ring. Janag'day bo'libdimi? Ha? Juqa profili qo'yib qo'yot deganlarda bo'lib qoladi. Mana darvozamizni, mana pat zakaz bu ham
Shivellar razmeri 16 shivellar. 16 shiveler qo'yildi. 16 shivellar. Ha, mana u kechekkesiga 10 ga 5 ishlagan. U darvozaning chekkasiga mana nega ishlaydigan narsa, bu bo'zasiga ishlagan narsa. Listlarning stenkasi 2 stenkada bo'lgan. Orqa oldi holatda. Shumka oldi, bo'ldi. Ponni shumkalar bo'lgan bu darvoza. Bu darvozani ko'rinishi oddiy, tekis bo'lgani bilan bu darvozani arzon variantda chiqarib bo'lmaydi. Chunki parash narsa qo'ysangiz hammasi vanna bo'lib ketib qoladi-da, egilib qoladi. Shuning uchun faqat qalin materialga chiqadi. Buni 1 kvadrati 180 dollardan. 1 kvadrati 180 dollar. Ko'rinishi oddiy, lekin o'ta mustahkam bo'lgan darvoza. 1 kvadrat. Bekemdagi bishiqligidagi o'ta bishiqdek. Albatta. Andan shu darvoza ofsh ikkitasi 2550 dollar bo'lgan. Mana kichkina janidagi bilan. Bolasi bilan birga 2550 dollar. 2550 dollarga bitib turdi, mana olcha. 2550 dollarga ham Qirg'izistonga do'xlos olib borib beraman. Shunaqa rasmli. Xuddi shunday olib o'rnatib beraverasiz. Albatta. Hozir ham bu podzakazga zakazga. Albatta. Balandligi 4 metr, eniga 385 razmerdagi darvozamiz bu. Mashallah, mana qaranglar, cho'nglig'i da cho'ng. Anan biyikligi da biyik ham bag'andaychi. Albatta. Bundan keyingi darvozamiz bajigit Chechen poson darvozamiz. Bu darvozamiz orqasi tekis uteplonniy holatda bo'lgan. Buni orqa oldini bir xil qilib ham qilib beraveraman. Oldini o'zini shunaqa qilib orqasini tekis ham qilib beraveraman. Buni 1 kvadrat narxi 130 dollardan 175 dollarga to'g'ri keladi 1 kvadrat. 1 kvadrat. Orqa oldini bir xil qilib beradigan bo'lsam 210 dollardan qilib beraman kvadratini. Orqa oldi ko'rinishi bir xil holatda. Bunday orqasidan albatta buni urib ko'raman, shumkani ko'rishim ovozini, eshitilishini. Taraqtab ketmayotganda? Yo'q, unaqa narsalar yo'q. List stenkalari 2 stenkada bo'lgan, ichkaridagi qovurg'alarning stenkasi ham 2 stenkada bo'lgan. Bu darvozada qovurg'a ko'p ishlaydi. Mashinalarning tagida hammasida profil qovurg'alar ishlaydi. O'rtada bu qovurg'a profillar bor ekan. Albatta. Keyin mana sharnirni quritgan bo'lsangiz, hammasi podzakaz pochinli sharnirlar mana. O'rtaga pozitdan qo'yiladi. Albatta. Pochinidan o'chirib yopiladi. Shu darvoza 300 kilolik darvoza 3 kilo yuk bilan ochiladi. 500 kilolik darvoza 5 kilo yuk bilan ochiladi. Yosh bola bemalol ochib yopaveradi maktabda. Ochib yopaveradi. Albatta. Katta qanotlarni ham bemalol ochib yopaveradi. Sentr zamoli ham podzakaz holatda bo'ladi. Endi arzonroq qilib ham qilishni ochilari bor. Masalan, bunda общий summasi. Bu darvozaning общий summasi 2450 dollar bo'lgan. 2450 dollarga bitdi zakaz. Butgan 2450 dollarga ham Qirg'izistonga ham olib borib beraman. Bunda kichkina yo'lda mana kalitkasi ham bor. Bu kalitkasining o'rtasida mana rigel bor. Rigel yo'lda bu tarafga отдельно o'ynaydi bu narsa. Kalitkasi o'zincha отдельно janda o'ynaydi. High-tech turistskiy zamonlari bor. Zamonlarni ham zo'ridan qo'yib berganmiz. Zamokni da yaxshidan qo'yib, albatta. Jasab berasizlar. Albatta, xudo xolasa. Mashallah, darvozalarni ko'rib o'tasizlar, o'ta mixti. Buyursa Qirg'izistondan zakaz qilsa, albatta. Olib borib, ustanova qilib, albatta, olib boramiz, o'zimiz mashinamizni yuklab, olib borib, kargoga tushirib turib, kargodan chiqazib turib, bu tarafdan kargodan olib borib o'rnatib beramiz. Ular faqat uy egalari, klientlarimiz avans berishadi, darvozani tanlashadi, avans berishadi. Surugini aytaman, 20 kun, 1 oy qo'limdagi ishga qarab turib surugini aytaman. Qo'limda ish ko'p bo'lsa, surugini uzoqroq aytaman. Qo'limda ish kamroq bo'lsa, tezroq qilib beraman. Olib borib, xudo xolasa olib borib o'rnatib beraman. Negizki 1 oy ari beri dastavkani olib borib, ustanova olib qo'yib berasizlar. Arzon darvozalar tez bitadi. Mana qo'l ishi, ruchnoy mehnatda qilingan ishlarni stenoda chiqmaydi bu narsalar, hammasi mana narsalar. Qo'lda kesib qilinadi, u tarafdan bu tarafdan qilib. Ruchnoy esa. Ruchnoy rabota ishlarni sal surugi ko'proq 1 oydan o'tib qoladi. 1 oydan o'tib borib, olib borib qo'yib berasiz. Kargoda ham 1-2 kun qolishi mumkin, ishdan hisobini olganda 1 oydan o'tib qoladi. Olib borib, xolos o'rnatib beraman. Masalan, qilayotganda shu ozmoz avans berishadi, qolganini o'rnatganimdan keyin xolos pulini berishadi, o'rnatib beraman chiroyli qilib. O'rnatganimda ham svarkalarni qilib, ana qilgan joylarimga. Svarka qilgan joylarimga kraskalarni sepib, bir xilda qilib qo'yaman, xudo xolos. Bilinmaydi. Yo'q, bilinmaydi, xolos. Cho'tka o'rnatib beraman, o'chirib yopishlarni. Yaxshi. O'ta sog'lom. Darvoza. Ishxonamizdagini ham ko'rsatib qo'yinglar. Ha, seximizni ham ko'rsatib ishxonadagi ko'rsatib qo'yinglar. Bu yoqda qanday shartda jasalat emas. Albatta. Jigitlarda shu. Bu tarafda svarka qismlarini qilamiz, bu tarafda kraska qismlarini qilib beramiz. Kraskalar bu yoqda bo'layotgan. Albatta. Mana shu darvozamiz ham mana shu shunda mana shunaqa svarkalarni qilinadi, tachis qilib tozalab turib, hammasini mana shunaqa qilib zamaska qilinadi mana ko'rasiz. Zamaska qilib, javib qo'yib chiqiladi. Ha, birta tishuv qolmaydi. Suv ulab yuviladi, bunaqa zang ham o'qida ishlab bo'lmaydi. Ba'zi zangdab suv kelib, nima bo'lmaydi deb o'zida ko'rsatsa. Mana ish sifati aka mana. Bu darvozamiz reylili darvoza, yonga surilib ochiladi. Reylili darvozalar, avtomat darvozalar, libo darvozalarni qilib beramiz xolos. Pultli darvozalarni ham unutib beramiz.
Pultdagi darvozalarni ana mana ушул жанагы Rel ролик менен ham. десек да болот. Albatta qilib beramiz. Mana mana shu darvozamizni razmeri 3x3 $8 ga Qirg'izistonga olib borib beramiz. $800 olib borib tursangiz болот. $8 ga olib borib beraman. Бул жанагы сүрүлүп атып капталга жабылат. Yonbo'chilar albatta, shunaqa. Endi yana yaqinroqdan ko'rib turib, ish sifatini ko'rsatib berayim. Mana ish sifatlari masalan qanaqa holatda turibdi. Jasalgan tellari, mana quyilgan Albatta. tellari. Mana shu joylarda hammasi suvarkalar bo'lgan. Mana shularni hammasini zamaska qilib Javib. yopganmiz. Bitta teshik degan narsa yo'q. Bemalol suvlab, yuvib, tozalab qilaveradilar. Ana arkalarda ham kesib chiqarilgan joylarga shifovka, julli shifovkalar bilan ishlatib, cho'tka qilib qo'yganmiz, xudo xolisa. Sapatni bo'lishcha Bu yerga zamollarni o'rnatib beramiz, zamollarni. kalitkasina büt zamoqtorni o'rnatib jasab Albatta. beramiz. Bizda yana bu tarafda mana eshitgan narsalarimizda kachela, suvlarimiz ham bor. Rasmlarni tashlab beramiz so'raganlarga, ularning narsalari ham bor. Yana kottejniy uylar bor-ku, kottejniy uylar. Glavniy kirish qismlari. Kottejniy uylarning glavniy kirish qismlariga bagati darvozalarimiz ham bor, xudo xolisa. Mana. Hozir ham nol yerda Albatta. jasalib o'tgan bu ham ish ustida. Masalan, mana shular hammasini ko'rib turganmiz. U addenniy hammasini bitta-bitta qilib suvarga qilib chiqilgan mayda ishda bular hammasi. Har birini qo'shib bunday aytdingmi? O'ta bularni sepib turib gold tilladan ustaganda o'ta bag'at turadi bu narsa. Bag'at ichadi. Albatta. Mana gul teriladi, mana endi gul qo'yadigan joylar bor. Ko'rsizmi? Tagidan grunt bu sifolingan, mana gul suvarga qilib bo'lgandan keyin mana holatda. Tagi kraska tegmay qoladi-ku. Shuni hisobiga tagidan gruntov kraska bilan sifilgan, mana teri bo'lingan holatda. Gruntov sepib, dayada qo'yib ustidan. Albatta. Albatta mana qarang. Mana glas turibdi-yu. Glaskin teggan kraska sifilgan, shu to'bi mana endi zang o'qimasligini hisobiga qilingan. Plus damaska ham qilinadi holatda, shu holatda. Damaskada bo'lib jasolat. Albatta. Hozir ham gullardan sonib, mana masalalar mana hammasini mana qalin 14 lik kvadratni egib turib, rushnoy holatda mana shularni egib turib qilingan mana. Mana shular hammasi. Bularni stenoda ishlab chiqarilmaydi. Qildatib bilan jasolatganda? Albatta, mana figuralarni ko'rishsiz mana. Mana shularni hammasini kesib to'rg'ab turib chiqarilganmiz. Rushnoy robota ishlarimiz bular. Bunalar büt barda kesilib, rushnoy robotlayotganda apparat bir stanok kesmayotgan. Endi buni kontajni suvarga qilib turib, julli shifrovka qilib, yorilmaydigan qilib mustahkam qilamiz, xudo xolisa. Bish qilib bekam qilib jasolat. Boshni qilib qilinadi. Bu tarafda mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana surlar yasaymiz bu taraflarda mana. Mana darvozamizni mana qimmat darvozalarimizdan biri mana qovurg'asi 2,5 stenkada 6 qadalikda profilni ishlatamiz. Mana ishlab chiqqan rossiyskiy shveylar, hozir shveylardan baquvvat holatda. 14 lik shveylarda bu surlarimizni tagi qismlari. Aslidagi so'rdan emas, jasolat. Albatta, albatta. Mana surlarimizga manaqa baloqlardan qo'yamiz. Mana. Mana 500 kg ko'taradigan baquvvat baloqlarimizdan qo'yib, oyog'ini tagiga qo'yib, relili, aqabaqa bemalol surib yurg'izilaveradi. Uyda kengir jildirib, aqabaqa surib, xotirjam holatda bo'ladi. Yana bitta narsa bu bo'lka akali 8 ta bolt bilan qotadi, 8 ta bolt bilan yukletiladi. Syomniy holatda darvoza. Bolt bilan qatirib turib, undan keyin bag'i jildirib, boshqa joyga ko'chirib, albatta. Boltdan chiqarib tejib olayotganda. Albatta. 40 sm joyga darvozamizni, kachelarimizni qishda bir chekkaga qo'yib qo'yiladi, xolos. Qishning kuni bor, kerak bo'lsa jiyib 40 sm-ga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Buni yig'ib turib, terib turib, buzishlarimiz hammasini syomkaga qo'yib qo'yganmiz. Tashlab beramiz, syomkaga qarab, xotirjam libo odam qilaveradi. Qayera liboylardan jiyib olaveradi. Kerak, Bu yerlarda qovurg'alari ham 3 dan qilib qo'yganmiz. Razmeri qancha buning? 2,5 ga 3. 2,5 ga 3 so'ri. Kraska olib, bardig'i tayyor bo'lib bitadi. Aqchasi qancha? $520 atrofida bo'ladi. $520dan taxtalar bilan hammasi hisob kitob. O'sha taxtalar qo'shib opish komplekt edi. Opish komplekt, kraska ham gruntovka sifradi. $520 ga Qirg'izistonga olib borib beramiz. $520 ga mana shunday so'ri topchangiz. 2 listlarni lazerda kesib turib qilganmiz. Lazerda 2 listdan kesib, mana gul qilib, jasab, so'ng jasab qo'yibdir. O'zlari o'rtasida hozir ham. Mana shu ham listli darvozamiz, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, hammasini zamaska qilib, prototiп ularni qo'llanmagan. Oldi qismlar shumkalar bo'lgan. Shumka olib, bu zamaska qo'yib, mana gruntov berilib. Mana po'chinli holatda zamaska qilib ishlab sifatli qilingan joylar bor. Negizi jasalu ustida da ko'rsatamiz, ko'rasizlar. Albatta. Büt bardig'ini qildatib bilan so'ni olib jasab, olib borib, bunday profillarni. Mana
zamansiz qilgan joylarimiz mana shunaqa qilib shilib tashlaymiz-da. Shu bugun gruntovka sifilsa, mana narsaga. Zo'r gruntovka shilingan joyga, chuqurcha joyga to'lib oqadi, tushadi, sivyaska bo'ladi. Sivyaska bo'ladi. Ha, keyin ustiga kraska sepilsa, mana shunday holatda bo'ladi. Umuman ko'chmaydi xolos. Ha. Buyursa kraskasına dağı, mınau jasalganlarına dağı жооп береді, өзіңіздер дағы көресіздер. Işinizlere ilgilik, daim şunday жақсы дарзалар чарып шығалып тала насып болған болсын. Каналға қатталып, лайктан бірден басып болыңыздар, туғандар. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.